Hammaga assalomu alaykum. Xorazm kanalining obunachilari. Bugungi videomizda Avaz-Dunekda 600 kvadratli bir etajli ko'tarilib, bostirilmagan hovli joyimiz, ya'ni yer o'rnimiz sotiladi ekan. Adresini tushuntiradigan bo'lsak, Avaz-Dunek mahallasini sentralniy yo'lidan kirib kelaverishlaringizda o'ng tomondan 3-ko'cha bo'ladi, asfalt yo'l ko'rib turganingizdek. 3-ko'cha o'ng tomonga bo'lgandan keyin tabi 5-uy bo'ladi. Ko'rib turgansiz, 600 kvadrat, 20 ga 30. Yonlaringizda maktab, bog'cha ko'rib turganingiz 150 metr. Maktab ham bog'cha yonlaringizda hamma qulay. Belarimizda gaz, svet, suvdan, internetdan umuman muammosi yo'q. Stolbamizda interneti galib turibdi. Gaz torbalari o'tgan. Kadastr dokumentida hech qanday muammosi yo'q, bemalol. Ekrandagi nomerlar telefon bog'lanaverasizlar, xohlasangizlar notarius oldi sotdida tekshirib shartnoma qilaverasizlar. Uyimiz ko'rib turganingizdek xom karush bilan ko'tarilgan. Agarda xohlasangizlar 2 etaj ishlaringizlar ham bo'ladi, xohlasangizlar 1 etaj atib, cho'tkatib bostirib remont etsangizlar bo'ladi. Bu yon tomonimiz giraverishimiz. Bu yerda hozir garaj xodimiz bo'ladi. Ham o'rta tomondan girsa bo'ladi. Sizlarga hozir bu yon tomondan girib ko'rsatib beramiz. Ekrandagi nomerlar telefon bog'lansangizlar, aytilgan narxdan yana kelish beriladi. Bu yerimiz garaj, mashina kiradi yur, orqa tomon bog'a o'tib ketadigan xod bo'ladi, proxodimiz. Bu yerimizda xohlasangizlar bir kladovka yoki kuxnyami yoki xona bir at qo'ysangizlar ham bo'ladi bu yerimizni. Основной xoddan kirib kelganlaringizdan bizni dalan katta bir dalanimiz kutib oladi. Chap tomonimizda spalnimiz. Bu yerimiz spalni va katta zalimiz bo'ladi. Keyin zalimizdan chiqib, bu yon tomonimizda tualet bani, отдельно xohlasangizlar bir общий bir eshik etib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Xohlasangizlar отдельно giradi qo'ysangizlar ham bo'ladi. Bu yonimiz kuxnya yoki spalni kichkina. Bu yon tomonimiz yangi aytganimizdan bo'ladi. Bu yerni xohlasangizlar kuxnya desangizlar bo'ladi. Xohlasangizlar bir kladovkami, skladmi yoki spalni atib qo'ysam bo'ladi. Bu yerni xohlasangizlar 2 etaj uchun moslashtirib ko'tarsangizlar ham bo'ladi. Xohlasangizlar 1 etaj atib ajoyibgina bostirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu yon tomondan sizlarga bog' tomonni ko'rsatadigan bo'lsak, bog'imiz ham katta, ko'rib turganingizdek. Bu yoshi devordan bu yon tomonga boshlanadi. Mundisini 30, mundisini 20. 600 kvadrat.
Dokumentine keladigan bo'lsak, dokumentida hech muammosi yo'q. Ko'rib turganingizdek 600 kvadrat va egasini oldi. Bemalol telefon bog'lanaverasizlar. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Takrorlaymiz do'stlar. Bu yerda gazi o'tgan, interneti bor, stolbada turibdi yana. Agar maktab desangizlar, maktabingiz 150 metr ham chiqmaydi. Ham maktab, ham bog'cha yoningizda. Ko'chalaringiz asfalt bo'lgan. Ajoyibgina o'sha cho'tka tip remont etib bersangizlar, dumzo'r bo'ladi. Xohlasangiz 2 etaj, xohlasangiz 1 etaj. Ekrandagi nomerlar telefon bog'lanaverasizlar. Agar sizlarga bugungi videomiz yoqqan bo'lsa, shu layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab podдержка etib turasizlar. Agarda shunday joy o'rnini yoki shu birinchi etajda ko'tarilgan, shu hovli joy qidirib yurgan do'stlar bo'lsa, shu videoni yuborib qo'yaverasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.